degan mavzuni o'tgan edik. Natural sonlarni taqqoslash mavzusi bo'yicha kimda nima savollar bor? Tez so'rab olamiz. Kimda qaysi misollar chiqmadi mana bu mavzu bo'yicha? 44-misol. Men rost anaqaga ham misol berib yubordim, balga ham. Ustoz, birinchi balni hisoblaymiz. Balni anaqa yechamizmi? Yo, birinchi savollarni ko'raman, keyin balga o'tamiz. Ustoz, 40-misolni anaqa qiling. 44 gacha kimda savollar bor, o'quvchilar? Qirq to'rtinchi misolgacha kimda savollar bor? Ona o'chirdim. 44 misolgacha savollar bo'lmasa, 44-misolni ishlaymiz. Daftarning narxi ruchka narxidan 2000 so'm qimmat. Demak, men bu yerdan yechaman mana 44 deymanda. Daftarning narxi bor ekan, ruchkaning narxi bor ekan va qalamning narxi bor ekan va kitobning narxi bor ekan. 4 ta narsamiz bor ekan bizda. Endi yana daftarga o'zimdan narx tanlayman. Daftarni 5000 so'm deb tanlasam bo'ladimi? Endi shartiga e'tibor beringlar. Daftarning narxi ruchkadan 2000 qimmat. Daftar ruchkadan qimmat ekan 2000. Demak, ruchkaning narxi necha pul bo'ladi? Daftar qimmat ekan ruchkadan. Mana daftar 5000 va mana shu qimmat ruchkadan 2000. Demak, 5000 dan ayirishim kerak bo'ladi 2000 ni. 5000 dan 2000 ga ayirsam 3000 so'm bo'lar ekan ruchkaning narxi. 3000 so'm bo'lar ekan ruchkaning narxi. Endi aytyapti. Qalam narxidan 3500 so'm qimmat. Demak, daftar qalamdan 3500 qimmat ekan. Daftar qalamdan qimmat 3500. Demak, yana qalamni topish uchun 5000 dan 3500 ga ayirishim kerak. Buni ayirsam 1500 so'm chiqar ekan. Endi aytyapti, kitob daftardan 25000 qimmat. Kitob daftardan qimmat. Daftar 5000 edi. Kitob undan 25000 qimmat ekan. Demak, qo'shishim kerak bo'ladi endi 5000 ga 25000 ni. 5000 ga 25000 ni qo'shadigan bo'lsam 30000 so'm bo'lar ekan. Mendan so'rayapti, kitob va qalam narxlarining farqini toping deyapti. Kitob va qalam, kitob 30000, qalam 1500. Ikkalasini farqini so'rayapti. 30000 dan ayirishim kerak bo'ladi 1500 ni. Buni ayiradigan bo'lsam 28500 bo'lar ekan. Ikkalasini farqi o'quvchilar. Tushunarli bo'ldimi? Ustoz. Yaxshi, 34-misol. 34-misolda bu yog'i katta bo'lishini o'rniga qaysi sonni qo'ysak bo'ladi deyapti. Qaysi sonni qo'yib bo'lamiz ani o'rniga? 251 katta bo'lishi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? 0. Ani o'rniga 0 qo'ysam bo'ladi. 0 ni qo'ysam bu yog'i 250 bo'lib qoladi. Bu yog'i 251. 250 dan 251. Demak, ateng 0 bo'lar ekan faqat. Tushundingmi? Ha. Yaxshi. 46-misol dedilar. 46-misolda demak, mana bu qaranglar. B bu yerda qaranglar. Mana bu yerdagi son B dan katta. Bu yoqdagi son ham B dan katta. Demak, men B ni o'rnida eng kichik son turishi kerak. B ni o'rniga qaysi sonni qo'yaman shunda? 5. 5 ni qo'yaman. Ana endi mana bu yoq qaranglar. 5 dan katta ekan mana bu son nechi u? 11. 11 ni qo'ysam ham bo'ladi. Bu yoqqa 7. bu yoqqa 11. 11. Chunki mana bular ikkalasi bir-biriga teng bo'lishi kerak-da. 11 qo'ysam bir-biriga teng bo'lib qoladi. Ana endi mendan so'rayapti. Shuni hisobla deyapti. A'dan B ni ayirishim kerak deyapti. A ni joyida 11, B ni joyida 5. 11 dan 5 ni ayirsam 6 chiqar. 6. Yaxshi. 47-misolni ham so'rabdilar. 48. 48 ham ishlaymiz hozir. 47 ni ishlaylik birinchi.
47 ni ham 10 ball devdimmi yo aytmadimmi 47 ga? Yo'q, aytmadi ustoz. Yaxshi. Demak 47-chi misolni yana qarashimiz kerak. Yana qarashimiz kerak. Bor darsini qil. Oz boramiz. Ha? Yo'q, hali o'tirishda boramiz. Demak, endi qaranglar. Bu misolda boshlashim kerak ekan, biz mabitga son qo'yib. Mana bu sonim qaranglar, hammasidan kichkina. Bu yoqdan ham kichkina bo'lib qolyapti. Demak, ani o'rniga nechi qo'yaman aniq? Ani o'rniga debman. Mana birinchi katagimga. Hammasidan kichkina bo'lyapti. Bunaqasiga ham, bunaqasiga ham. Necha bo'tda eng kichkina son? 11. Demak, bo'tga 11 qo'yaman. Bu yoqqa 11 qo'yaman. Endi bu sonim 11 dan katta ekan. Demak, b ni o'rniga nechi qo'yaman? 22. 22 qo'yaman. Bu yoqqachi? 33. 33. Bu yoqqachi? 44. 44. Bu yoqqa? 55. Bu yoqqa? 56. Ye? 66. 66. Bu yoqqa? 77. Bu yoqqa? 88. 88. 88. Va mana bu bunga teng edi. Demak, sen o'rniga nechi qo'yaman? 40. 44. Teng edi. 44 qo'yaman. Demak, mendan A joyiga nechini qo'ydim? Buni joyiga A ni o'rniga 66 ni qo'ydim. B ni joyiga 22. 22. C ni joyiga. Ha. 44. Bu 44 bilan ikkita 44 yo'q. Ustoz, sen o'rniga 44 qo'ydingiz-ku, o'shanga ikkita 44 yo'q yo'qqa so'ngra. Hech qaysi son ham ikkita yo'q bu yerda. Temur. Aniq bittasini 2 marta qo'yishingiz kerak-da bu yerda. Tushundingiz-a? Qaysi birini 2 marta qo'yishingiz kerak. Chunki katakchangiz sanasangiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta katakcha bor. Soningiz sanasangiz 1 2 3 4 5 6 7 8. Aniq bittasini 2 marta yozishingiz kerak. O'sha 44 bo'lib qolar ekan. Tushundingiz-a? Yaxshi, endi A ga B ni qo'sh deyapti. 66 ga 22 ni qo'shib 44 ni ayir deyapti. 88 44. Yana 44 chiqar ekan. Javobi 44 chiqar ekan. Tushundikmi? Yaxshi, keyingisi 48. 48-misolni. Ustoz, men aytaman. Men aytaman. Chatga yozinglar, qani kim yechgan bo'lsa. Ustoz. Chatga yozaylikchi. Ustoz. Xo'sh. Tushunmaganlar minus yozsam minus. Tushunganlari plyus, ishlay olganlar, ishlay olmaganlar minus qo'ysin o'quvchilar. Iltimos qildim, iltimos qildim. Yaxshi, demak boshladik. Plyus qo'yganlardan boshlaymiz. Akbar va Shahzoda nechta chiqdi sizda? Nechta xil usuli chiqdi? Ustoz, hammadan so'raysizmi? Albatta. Necha xil usuli chiqdi Shahzoda sizda? Necha xil? Ustoz, 3 xil deyaptimi? Yaxshi. O'g'lon va Munavvar sizdan necha xil chiqdi? Nigoraxon. Necha xil chiqdi 48 javobi? 48 ni javobi Necha xil usulda joylashtirish mumkin chiqdi? Yaxshi. 5 usulda 5. 5 xil chiqqan. Said Kamol sizdan necha xil chiqdi? Ustoz, menda ularni almashtirib qilganimda 16 xil chiqdi. Temur sizdan nechta chiqdi? 2 xil ustoz. 2 xil. Shahzoda qoldi bitta. Shahzoda necha xil chiqdi sizda? Ustoz, menda ham chiqdi.
Alisher nechi xil chiqdi? Siz plyus qo'ymagansiz-ku. Odam niyaz qo'yibman-ku ustoz. Ha. Nechi xil chiqdi sizda? 2. 2 xil chiqdi. Yaxshi. Yaxshi. O'quvchilar, aytgan javoblaringiz ichida bironta to'g'ri javob yo'q. O'shaning uchun o'zim ishlab beraman. Demak, shunday qo'yishim kerak, mana shu tengsizliklarni to'g'ri bo'lishini ta'minlashim kerak ekan. Endi qaranglar, mana bu yerdagi eng katta son nechi? 5. To'g'rimi? Eng katta sonim 5. Demak, mana bu yoqdan ham bu yoqdan ham eng katta bo'layotgani uchun mana bu yashil kvadratga aniq nechini qo'yaman? Nechini qo'yaman yashil kvadratga? 5 ni qo'yaman. Yashil kvadratga 5 ni qo'yaman. Ana endi mana bu ikkita qo'shganim 5 dan kichkina bo'lishi nechi bilan necha olishim mumkin bu yerga? 1 bilan 2 bilan 3 bilan 1 bilan 2. 1 bilan 2 olaman. 1 bilan 2 oladigan bo'lsa, mana bu yerga nechi qoladi? 3 bilan 4. 3 bilan 4. Bu birinchi usulim. Ana endi mana bu 2 bilan 1 ni o'rnini almashtirsam ham bo'ladimi? Bu yoqqa 2, bu yoqqa 1 yozsam. Bu nechinchi usulim bo'ladi? Ikkinchi usul. Ikkinchi usulim. Ana endi bu yerga 2 bilan 1 ni yozdim. 2 bilan 1 ni yozdim. Ana endi keyingisiga o'taman. Yana bu yerda 5 turadi. 5 dan kichkina bo'lish uchun bu yoqda yana nechi plus nechi bo'lish mumkin? 4 plus 1 plus 3. 1 plus 3 bo'lishi mumkin. 1 plus 3 bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa 2 bo'ladi. Bu yoqqa 4 qoladi. Ana endi mana buni bu 3-usulim bo'ldi. Endi mana bu yerdagi 1 bilan 3 ni o'rnini almashtirsam ham bo'ladimi? Ha. Bu 4-usulim bo'ladi. Demak, jami nechi xil usulim bo'lar ekan? 4 ta. 4 xil usulim bo'lar ekan. 4 xil usulim. Yaxshi. Hamma tushunarli bo'ldimi o'quvchilar hammaga? Ha, ustoz. Keyingi misol. Bu ham 49 ham beruvdim, 20 ballik. Ha. 49 ni kimlar ishladi? Qani plyus qo'ysin chatga. Ustoz men ishladim, birinchi qo'ydim. Yaxshi, yaxshi. Endi javobini aytib boshlaymiz. Temur nima chiqdi javobi 49 dan? Ustoz mana payshanbaga dushanba 29, seshanba 30. Javobini ayting, javobini hozir. Javobini ayting birinchi. Dushanbaga 35 chiqdi. 35 chiqqan. Said Kamol sizlar nima chiqdi? Qo'limdan ushlaman. Said Kamol nima chiqdi javobi? Menga 34 chiqdi ustoz. 34 chiqdi, yaxshi. Shahzoda sizdan nechi chiqdi? 35 minut. 35 minut chiqqan. Alisher sizdan nima chiqdi? 9. 900? 39. 39, yaxshi. Demak, bu misoli javob 35 chiqaraydi. Bitta Temurdan eshitaylikchi. Temur agar aniq qila olmasa, Shahzodaxondan ham eshitamiz. Qani Temur nima qildingiz? Ustoz mana dushanbaga o'zi bittadan oshib yotdi. 29 dushanba, seshanba 30, chorshanba 31, payshanba 32, juma 33, shanba 35 chiqibdi. Chorshanba Ham 31. Ya'ni qaranglar. Dushanbani 29 minut deyapti. Seshanbani, demak bu ortib borishi uchun seshanba 30 minut bo'lishi kerak. Chorshanba 31. 31 minut. Payshanba 32 minut. 32 minut. Endi jumani qayerdan bilamiz 33 minutligini? Chunki ustoz yarim qo'yolmaysiz. 3,5 masalaga 3,5 qo'yolmaysiz-da. 34 qo'ysamchi. Ustoz 34 qo'ysangiz, ikkita 34 qo'ysangiz juma bilan shanbaga bu yoqqa oshib o'ribdi degan uchun ham to'g'ri kelmaydi. Shanbaga oshmayapti. Malades. Temurga 20 ball bor bu misol uchun. To'ppa to'g'ri yondashganlar. Ya'ni qaranglar o'quvchilar.
Nima uchun men bitta jumaga 34 qo'ya olmayman degan savol eng dolzarb savolda bu yerda. Mana bularni qo'shib chiqsam hozir 59, 90, havas minutini qo'shib chiqsam 90, 90 ga 32, 122 minut chiqadi. Amanda 3 soat u 10 minut sarflash kerak ekan. 3 soat u 10 minut manda 190 minut bo'ladi. 190 dan 122 ni ayirsam, juma bilan shanba birgalikda, 68 minut bo'lishi kerak bo'lib qoladi. Ikkalasini birga qo'shganimda. Endi qaraydigan bo'lsam, agar men jumaga 34 tanlab qo'yadigan bo'lsam, shanba ham 34 bo'lishi kerak bo'ladi. Aytyapti, Nodir mana yugurgan vaqtdan uning dushanbadan yugurgan vaqtlari bor va aytyapti, yugurish vaqti oshib boryapti deyapti. Mana bir kundan keyingi kunga o'tgani sari u qanchagadir oshiryapti o'zini ishini. Endi bu 34 minut bo'lib qolsa, juma kuni, shanba kuni undan ko'p qilish kerak. 34 minutdan ko'p qilmayapti, yana 34 qilib qolyapti. O'sha uchun jumaga 34 tanlay olmas ekanman. Jumaga 34 tanlaganim xato ekan. Endi 32 dan katta bo'lishi uchun jumaga 33 ham tanlasam bo'ladi. Jumaga 33 tanlasam shanbaga 35 qoladi shunda. Mana bir xil bo'lib qoldi ikkalasi. Qanaqa nimani qanotlantiradi endi? Chunki 33 35 dan kichkina. Demak, menda shanbani so'rayotgandi. Shanba 35 minut. Shanba kuniga 35 minut vaqti ketar ekan o'quvchilar. Tushunarli bo'ldi-a? Ha, ustoz. Yaxshi. Samsung SM A17 profildan kim qatnashyapti? Samsung A17 profildan. Assalomu alaykum. Sizligingiz bilan ismingiz yozing-da, men deb yozibsiz chatga. Akbar O'shabo'da ustoz. Yo, sama, Nurbek, zo'rmisiz? Bo'ldi, siz bo'lsangiz tanib oldim. Ustoz. Ana endi qaranglar, o'quvchilar. Oldingi darsimizdan mantiqiy fikrlashdagi misollar qolib ketgan. Yana ikkalasi. Va alaykum assalom, Po'latjon, qalaysiz, tuzumisiz? Demak, yana men o'qiyman birinchi, ikkinchi misolimizni. O'sha bo'yicha javob berasizlar. Tushunarlimi? Men o'qib bo'lgandan keyin javob. Men o'qib bo'lgandan keyingina men deb yozasizlar 20. Birinchi misolga qaranglar. Quyidagi ikkita gapdan ikkita gapga ko'ra uzum banandan qimmat degan xulosaga kelish mumkinmi deyapti. Kelish mumkin deyapti. Mana bularning ichidan shunday ikkitasini tanlab olishim kerak. O'sha gapdan kelib chiqibman, uzum banandan 2 marta qimmat deya olishim kerak ekan. Uzum banandan qimmat deya olishim kerak ekan. Javoblarga qaranglar. Birinchisida apelsin banandan qimmat deyapti. Apelsin banandan. Ikkinchisida banan mandarindan arzon deyapti. Uchinchisida uzum mandarindan arzon. To'rtinchisida aytyapti uzum apelsindan qimmat. Qaysi javob orqali mana bu shartni to'g'riligiga kelsam bo'lar ekan. Qani vaqt ketdi? Yozamiz chatga. Mikrofon ochilmasa chatga yozib turing. Nurbek. Qolganlarni men o'qib ko'rmayaptim, eshitmayaptim. O'quvchilar 2 kishi yozdi hali javobini. Qaysi javob? Qaysi gapdan, qaysi ikkitasidan uzum banandan qimmat degan xulosaga kelishimiz mumkin ekan. Birinchisida aytyapti apelsin banandan qimmat. Ikkinchisida aytyapti banan mandarindan arzon. Uchinchisida aytyapti uzum mandarindan arzon. To'rtinchisida aytyapti uzum apelsindan qimmat. Qaysi javob orqali demak o'shani tanlasak bo'lar ekan deyapti. Xo'sh. Hozir.
Yaxshi, demak, javoblar kelyapti. Birinchi to'g'ri javobni Timur yozdi. Qani, Timur nima uchun D javob? Ustoz qarang, birinchi tayoqchaga apelsin banandan qimmat yo'qdi. Ikkinchisiga banan mandarindan qimmat. Buni aloqasi yo'q. Uchinchisi Chunki uni bizaga qaranglar. Shu joyda ozgina tushuntirish berib o'taman, Temur. Bizaga uzum bilan banan kerak. Ikkinchisi deyapti, banan bilan mandarin deyapti. Bunga qizig'i yo'q. Keyingisi. uzum bilan mandarin. To'rtinchisi uzum apelsindan qimmat yo'qdi. Ustoz qarang, uzum apelsindan qimmat bo'lsa, apelsin banandan qimmat bo'ladi. Uzumning o'zi banandan qimmat bo'ladi, shuning uchun birinchisi bo'ladi. Ya'ni mana apelsin banandan qimmat. Masalan, apelsin 10 ming bo'lsa, banan 5 ming. 10 ming 5 mingdan qimmat. Uzum apelsindan qimmat. Uzum apelsindan qimmat. Apelsin 10 ming edi. Apelsin 10 ming bo'lib, uzum undan qimmat bo'lishi nech pul bo'lishi kerak? 20 ming. 20 ming. Mana uzum 20 ming, apelsin 5 ming bo'lib qoldi, banan 5 ming bo'lib qoldi. Bu degani uzum banandan qimmat deganimi? Qaysi ikkitasi orqali bu xulosaga keldim? Birinchi hamda to'rtinchi orqali bu xulosaga keldim o'quvchilar. Yaxshi, keyingisi ikkinchi misolga qaranglar. O'quv xonasidagi doska kvadrat shaklida. Erkin bu doskaning enini 15 qarich, Hoshim esa bo'yini 12 qarich sanadi. Erkin ham Hoshim ham o'zining qarichi bilan hisoblagan. Yuqoridagi ikkita ma'lumotlardan quyidagi qaysi xulosani chiqarishingiz mumkin deyapti. Aytyapti, doskaning eni va bo'yi yig'indisi 27 qarich. B javobda aytyapti, doskaning perimetri 54 qarich. C javobda aytyapti, Hoshim qarichining uzunligi Erkin qarichining uzunligidan katta. D javobda aytyapti, Erkin qarichining uzunligi Hoshim qarichining uzunligidan katta deyapti. Qani boshladik, kimda qaysi javoblar bor? Xo'sh. Qolganlar ham o'quvchilar qani nima o'sha gapdan kelib chiqib, qaysi xulosaga kelishimiz mumkin deyapti. Yaxshi, javoblar kelyapti. Qani, qolganlar ham. Ustoz, Xo'sh. bugun darsimiz vaqti tugaydimi vaqtli? Vaqtli tugamaydi, vaqtli boshladi. Yaxshi. Demak, birinchi to'g'ri javob Nigoraxondan keldi. Nima bilan deyarli baravar yozdi Timur bilan. Timur azincha menimcha oldinroq, Timur boyagini o'qigan uchun bitta Nigoraxonga imkon beramiz. Nimagaligini to'g'rilab isbotlab bersalar, 10 ballni yutib oladilar. O'qing, nimaga unaqa dedingiz?
Chunki Hoshim qarichining uzunligi Erkin qarichining uzunligidan katta bo'lishi mumkin-da. Chunki har bitta odamning qarichi bir xil bo'lib qolmaydi-ku. Xo'p, Erkin qarichining uzunligi Hoshimnikidan katta bo'lishi mumkin emasmi? Ustoz, mana aytay. Xo'sh. Aytaymi? Ustoz, mana aytaymi? Yaxshi. Temur aytingchi. Ustoz, bu yoqqa doskani kvadrat deyapti. Erkin bu doskaning enini 15 qarich deyapti. Hammani qarichi bir xil bo'lib qolmaydi. Hoshim esa buyini 12 qarich sanadi. Erkin ham Hoshim ham o'zining qarichi bilan sanadi deyapti. Hozir bu yoqqa ikkalasining ham qarichi bir xil emas. Hoshim, Erkin mana Hoshim esa buyini 12 qarich deyapti. Unaqa bu yoqqa kam qarichlagan o'sha qarichi katta-da. Qaranglarda o'quvchilar bu tetyapti. Doska kvadrat shaklda deyapti. Kvadrat deganda nimani tushunasizlar o'zi? Hamma yo'q teng. Hamma tomoni teng bo'lgan shaklga kvadrat deyiladi. Mana bu eni ham, bo'yi ham bir-biriga teng. Mana bu bo'yiga 12 qarich ishlatibdi Hoshim. Hoshim 12 qarichda bo'yini tugatibdi. Erkin esa 15 ta qarich ishlatibdi. Kimi qarich katta bo'ladi? Ko'p qarich qilgannikimi yoki kam qarich? Kam qarich qilgannikimi? Kam qarich qilganniki. Kam qarich qilgan degani uni uzunligi katta. Masalan, o'zlaringiz ham adalaringiz bilan yoki adalaringiz bilan o'zlaringiz solishtiringlar. Adalaringiz 2 qarich qilgan joyiga sizlar qarich bilan 2 qarich bo'lmaydi. U 2 qarichdan katta bo'ladi. 4 qarich bo'ladi. Sizlarning qarich kichikda, dadalaringiz qarichidan. Bu yerda ham shunaqa. Kimni qarichi kichkina bo'lsa, o'sha kimni qarichi katta bo'lsa, o'sha kamroq qarich ishlatadi o'quvchilar. Shuning uchun Hoshim qarichining uzunligi Erkin qarichining uzunligidan katta bo'ladi. O'quvchilar, mani ismimni kim biladi, kim bilmaydi? Mani ismimni biladiganlar chatga plus qo'yinglar. Mani ismimni biladiganlar chatga plus qo'yinglar, bilmaydiganlar minus qo'yinglar. Qani kimlar biladi mani ismimni? Bilmaydiganlar minus qo'yinglar. Besh kishi yo 1, 2, 3, 4, 5 qolganlarchi? Alisher bilmas ekan, yaxshi. Yana Abdulaziz bilmas ekan. Xo'sh, yana qolganlar. Ustoz, Ha. o'zi 2 ga men 10 ball ishladimmi? Ha. Muhammad Amin bilar ekan, yaxshi. Qolganlari hamma yozsin o'quvchilar. Bu yerda bor yana yozmayotganlar. Ustoz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kishi yozdi hali. Xo'sh. ismingizni bosh harfi nima o'zi? Ya, bilasiz, demak bilmas ekansiz, sizlar minus qo'ying. Qani mayli, ismimni bosh harfini yozsin hamma chatga. Ismimni bosh harfini yozinglarchi. Ustoz, Xo'sh. Men yana boshqa telefonga kirdim. Mayli. Qani qiziq ketyapti bu yoq ismimni bosh harfini. 1, 2, 3, 4 kishi yozdi. O'quvchilar. Ne qo'yapti Muhammad Amin mana shuni ustida o'sha sal muammo bo'lyapti-da. Yana o'quvchilar, qaranglar, biz boshqa o'qituvchilar bilan bitta Zoom ishlatamiz. Bitta Zoom ishlatganimiz uchun mana bu sizlarga hozir hamma men gapirayotgan lichka o'sha Shahobjon deb ko'rinyapti. Organizatori bo'lsa Nosirjon deb ko'rinyapti. Keyin YouTube'ga kirib
YouTube'ga kirib ko'rsalaringiz ham, YouTube'ga yuklanayotgan videolar ham Nosirjon profiliga yuklanyapti. O'quvchilar, meni ismim Nosirjon ham, Shahobjon ham emas. Kimlardir to'g'ri yozdi bu yoqqa bosh harfini ye deb. Meni ismim o'quvchilar Yodgor. Yodgorbek ustoz desalaringiz bo'ladi. Tushunarlimi? Ha, ustoz Sardor teacher unaqa boshliqlarsizmi? Sar boshlig'imiz emas, Sardor teacher bilan birga ishlaymiz. Shunaqa, ya'ni o'sha biz ham ularning darslarini o'tib beramiz, dars o'tganimizga maosh olamiz. Sardor aka bilan 4 yildan beri birga ishlaymiz. Kecha qaranglar, yana shunaqa holat bo'lib qoldi-da, meni o'sha liderlar yetida tayyorlanaman. Ustozim Nosirjon ustoz. Yo'q, men Nosirjon ustoz. Xo'sh. Siz ismingiz Yodgorbek manimcha? Ha, meni ismim Yodgorbek. Aytyapman-ku, ismim Yodgorbek ustoz. Eslab qolinglar. Kecha ham shuni ustida sal. Xo'sh. Ustoz, ana nima edi? Ana tashavorasiz-ku. O'shani ustiga bossam, ham topib yurmayman-da, obuna bo'lib qo'yganman-da, o'shani kirsam, bizni darsimiz ko'rmaydi-da. U o'zimning kanalimdami? Ha, yo'q, ana Nosirjon Fayzullayev deb qo'ygan. O'shanga obuna bo'lib qo'yganman, keyin topib yuraveraman dedim-da. Ha, yo'q, endi ular o'zini kanalini qo'yganda. Biz nimamiz emas u? Men endi men oldin onlaynda ishlamaganim uchun men bu yildan mana 1,5 yil bo'lyapti onlaynda dars beryapman. Faqat onlaynda ishlardim. Shu uchun hali kanal ochib, o'zimga Zoom ochib, o'zimga anaqa qilmadim. Keyingi yilda mana sentyabr oyidan xudo xolasa Zoom ham o'zimning nomimda bo'ladi. Organizator ham hammasi o'zimning nomimda bo'ladi. Yodgorbek ustoz. O'shaning uchun sal tushunmovchiliklar bo'lyapti. Ya'ni kecha yozibdi kimdir nimaga Nosirjon ustoz o'tadilar bizga darsni, zo'r o'tadilar, men ularda o'qiyman debdilar. Keyin Nosir akadan so'rasalar, Nosirjon ustoz degan ham ustozimiz bor-da. Ulardan so'rasalar, yo'q, menda unaqa o'quvchi yo'q degan. O'shanga sal muammo bo'lgan. Keyin aytibdilar, qaysi guruhda o'qiysiz desa, liderlar 7 da o'qiydi debdi-da o'quvchilar. Liderlarda o'qigan oldin debdi. Oldingi bitta o'quvchimiz qaytib kirmoqchi bo'libdi-da darsga. O'shaning uchun yana aytib qo'yapman, hamma iloji bo'lsa agar eslaringizdan chiqib ketadigan bo'lsa, daftarni bir chetiga yozib qo'yinglar. Yodgorbek ustoz deb murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Tushunarlimi? Hamma eslab qoldi-ya ismimni? Ha, ustoz. Yaxshi. Bilib olinglar-da, qaysi ustozga tayyorlanayotganlaringiz. Endi qaranglar o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz demak, bugun yangi mavzu o'tmayman. Bugun sonlarni taqqoslash testini ishlaymiz. Sonlarni taqqoslash mavzusini testini ishlaymiz. Hamda bir nechta sizlarga men bugun qiziq savollar beraman, hayotiy savollar, keyin bir nechta pullik savollar ham beraman o'quvchilar. Ertaga hammaning pulini ham tashlab yuboraman, kim necha pul o'tgan bo'lsa. O'shaning uchun chiqib ketmaymiz o'quvchilar darsdan. Yaxshi. Ana endi testini yuklab qo'yaman. Xo'sh. Sizchi ingliz tili ustozsizmi? Yo'q, men ingliz tili emas, men matematika ustoz. O'sha kuni anaqangizga qo'ydingiz-ku kamerangiz, o'shanda ko'rib qoluvdim, orqangizda doskada, oq doskada inglizcha so'zlar turibdi. Ya endi boshqa dars bo'luvdi. Boshqa darsni anaqasini qiluvdim. Bugun mana qaranglar, mana orqa anaqani ko'rsataman sizlarga. Mana bugun mana nima bor bu? Hech yozilmagan oq doskada bugun bo'm-bo'sh. Yaxshi. Boshladik endi o'quvchilar. Testidan birinchi misolidan boshlab o'qib ketamiz. Hammaga yetmaydi menimcha, 9 kishi o'qiy oladi. O'qimaganlarga o'zi keyingi dars, oldingi dars men kimlargadir 2-3 marta o'qiganman, o'zim bilaman. Temur o'qidi 2-3 marta, Alisher o'qigan, Said Kamolga o'qituvdim. Qolganlar o'qiydi bugun. Qolganlar o'qiydi. Boshladik. Jahongir birinchi misolni o'qing. Nuqtalar o'rniga ifodani qanotlar
qanoatlantiradigan tengiz tengsizlik belgisini qo'ying. Xo'sh. Demak, katta yoki kichik belgisini qo'ying deyapti. Hisoblaymiz buni. 17 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak. 26, 26. 30 dan 5 ni ayiradigan bo'lsak, 25, 25. Demak, qayoqqa qarar ekan ishora? S, 26 tarafga. S javob bo'lar ekan. Uchinchi misolni o'qing Po'latjon. ustoz. Uchinchi Xo'sh, Jahongir. Sizni kanalingiz nomi yordamchi ustoz, a? Nima deysiz? Sizni kanalingiz nomi yordamchi ustoz, a? Yo, u meniki emas, u bir profil, shunchaki meni o'zimni profilim. Yodgor pastki chiziqcha 0816 deb yozsangizlar chiqadi. Yodgor pastki chiziqcha 0816 yoki-da nomerim, agar nomerim kerak bo'lib qolsa 93lik 454 0816. Labbay. Ustoz, maxfiy guruh emasmi? Yo, u maxfiy guruh o'zimni lichkam u. Kanalim o'sha lichkamga kirsangizlar, o'sha Yodgor 0816 deb o'sha lichkamga kirsangizlar turibdi kanalim. U kanalim ham bor o'zimni shaxsiy. O'zim ham yuritaman bular. Xo'sh. Uyga oshxona o'z tekshirib berasizmi? Har doim emas, Temur. Ayrim payt o'zim, ayrim payt boshqa ustoz. Ustozim bor yana, yordamchi ustoz o'sha tekshiradi. Yaxshi. Uchinchi misolni o'qing. Po'latjon. nomeringiz bunaqami 93lik 454 0816 mi? Xuddi o'zi. O'qing Po'latjon uchinchi misolni. Uchinchi misol, quyida berilgan tengsizlikni qanoatlantiruvchi x raqamlarning yig'indisini toping. Toping deyapti. Demak, bu yog'i katta bo'lish uchun x o'rniga qaysi sonlarni qo'yib bilamiz? Katta bo'lish uchun 4 qo'yamiz. 4 ni yana Yana 3, 3 ni yana 2, 2 ni yana 1, 1 ni yana 0 ni 0 ni yana qo'yib bilamanmi yana? qo'yib bo'lmaysiz ustoz. Qo'yib bilim, faqat mana bitta tengi bormi? Mana pastida chiziqchasi bo'lsa teng degani. Teng bo'lish uchun ham nechini qo'ysam bo'ladi? 5. 5 ni. Hammasini yig'indisini top deyapti. Hammasini bir-biriga qo'shib chiqishim kerak. 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0 plus 5 qilishim kerak ekan. Necha bo'ladi buni qo'shsam? 15. 15 chiqar ekan. Tushundingizmi? Yaxshi. 5-misol. 5-misolni o'qiydi. Alisher o'qing. Quyidagi rasmda 4 ta son 1, 2, 3, 4 sonlar orqali raqamlangan soatlar ko'rsatayotgan vaqt o'sib borish tartibida joylashtiring. Ya'ni kichigidan kattasiga qarab yozing deyapti. Birinchi hamma soatni topib olishimiz kerak. Alisher, birinchi soat nechini ko'rsatyapti? Birinchi soat Birinchi soat. Mana bu 1, mana bu 1, mana bu 2, mana bu 3, mana bu 4, mana bu 5. Qaysi qolib ketdi? Mana bu 12 edi-ku. Bu 12, bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu 6, bu 7, bu 8, bu 9, bu 10, bu 11. Nechini ko'rsatyapti birinchi soat? 605,5. 605,5? 6,5.
5 6 5'u 30 30 ga kelmagan-ku hali minut meni. 5'u 25 5'u 25. Ikkinchisi-chi? 12 1 2 3 4 5 6 7 8. Nechini ko'rsatyapti? 6dan 40 minut o'tganini. Necha? 6dan 40 minut o'tganini. 6dan o'tmagan-ku hali. 6 ga kelmagan ham. 5 5'u 5 u 40. 5'u 40. Keyingisi 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Keyingisi-chi? Keyingi soat 4:45. 4 u 45. 4'u 45. 4'u 45 va oxirgi 4-inchisi 12 1 2 3 4 5 6 bo'lsa nechini ko'rsatyapti? 5dan 1 minut o'tgan. 1 minut 5dan 5 minut o'tgan. 5dan 5 minut o'tganini. Endi o'sish tartibida joylashtiring degani kichigidan kattasiga qarab yozing degani. Eng kichigi qaysi? Eng kichigi hozir ustoz. Shu soatlarning ichidan eng kichik qaysi soat? 4dan 45 minut o'tgani. Demak, 3-inchisi eng kichkina. Keyin Keyingisi 5dan 5 minut o'tgandi. 4-inchisi, keyingisi 5dan 25 minut o'tgan. birinchisi, undan keyingisi Ikkinchisi ikkinchisi. Demak, bu javob qaysi javobda turibdi? D. D javobda turgan ekan. Tushundingmi? Yaxshi. Keyingisi 7-misol. 7-misolni o'qiydi. Abdulaziz o'qing, xo'sh. nechta test bo'pti? 15 ta. 7-misolni Abdulaziz o'qing. Abdulaziz o'qimadi. Muhammad Amin o'qing. Muhammad Amin o'qiysizmi, o'qingchi? Quyida berilgan sonlarning nechtasi 3000tadan kichik? 3000 dan kichik deyapti. Qaysi sonlar 3000 dan kichik? Nechtasi deyapti. Birinchisi kichikmi? 3000 dan. 1245. Kichik. Kichik. Keyingisi 23654 kichikmi 3000 dan? Katta. Hatta bu bo'lmaydi demak. 6598 kichikmi? Katta. Demak, bu ham bo'lmaydi. 47841 kichikmi? Katta. Katta. 326 kichikmi? Kichik. Kichik. 1458 kichikmi? Kichik. Kichik. 256 kichikmi? Kichik. Kichik. Nechtasi kichik ekan demak? 1 2 3 4tasi. 4tasi kichik ekan. Qaysi javob ekan bu? 4. S. S javob ekan. Tushundingizmi? Tushundim. Yaxshi. Keyingisi 9-misol. 9-misolni o'qiydi. Said Kamol o'qing. 9. Ikkita bir xil olmaning birgalikdagi og'irligi 40 grammdan og'ir.
Xuddi shunday 3 ta bir xil olmaning og'irligi esa 69 grammdan yengil. Quyida berilgan javoblardan qaysi biri bitta olmaning og'irligiga teng bo'la oladi? Xo'sh. Ikkitasi 40 grammdan og'ir ekan. Ikkitasi 40 grammdan og'ir degan nima degani u? Bittasi necha grammdan og'ir? 20. Bittasi 20 grammdan og'ir degani. Endi 3tasi 69 grammdan yengil degan nima degani? Bittasi 23 gramm. 23 grammdan yengil degani. Yengil. Demak, 20 grammdan og'ir, 23 grammdan yengil bo'lsa, qaysilar bo'lishi mumkin? 21. 21 yoki 22 bo'lishi mumkin. Javoblarga qaraydigan bo'lsa, qaysi biri bor faqat? 21. 21 bor. O'shaning uchun A javob bo'lar ekan. Keyingisi 11-misol. 11-misolni o'qiydi. Muhammad Umar o'qing. Ustoz 9 ya nima biladingiz? 9da nima dedim? 9 qaysi javob biladingiz? 21 bo'ladi A javob. Ha. 11-misolni demak o'qimadi. Nigora o'qing 11-misolni. Nechta ikki xonali son 30dan katta? Xo'sh, nechta ikki xonali son 30dan katta deyapti. O'zi 30dan katta eng kichik son 30dan katta eng kichik son qaysi? 30dan katta eng kichik. 31. 31 da 30dan katta eng kichik son 31 da. Endi aytyapti. Nechta ikki xonali son? Demak, ikki xonali sonlarimizning eng kattasi qaysi? 32. Ikki xonali sonlarimiz ichidan eng kattasi. 99. 99. Demak, 31 dan boshlab 99 gacha nechta son borligini topishimiz kerak. Qani topamiz? 99dan 31 ni ayiramiz. Faqat shu joyda eslab qolinglar o'quvchilar. 1 ni ham qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 99 dan 31 ni ayirib, 1 ni ham qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi nechta son borligini topish uchun. Xo'sh, nechta chiqadi shundan Nigoraxon? 69. 69 chiqadi. Tushundingizmi? Ha. Yaxshi. 13-misol. Shunaqasi aytganmol. Unaqa deb yozdingizmi? Shunaqa nomerim, shundan ham topsangiz bo'ladi yoki yodgor pastki chiziqcha 08 16 deb yozishingiz kerak bo'ladi. 13-misol. 13-misolni o'qiydi. Muhammad Umar o'qimadi. Said Kumal o'qidi. Temur o'qing. Ustoz A raqami nechta qiymatda? A88 katta 590 katta 589 tengsizligini to'g'ri bo'ladi. To'g'ri bo'ladi degan, noto'g'ri bo'ladi degan. Noto'g'ri bo'ladi degan. Noto'g'ri bo'ladi degan. Xo'sh, noto'g'ri bo'lishi, ya'ni noto'g'ri bo'ladi deganda nima qilishimiz kerak endi? Ularga biz bu yoqqa 988 bo'ladi. 9 ni qo'shsak bo'ladi. Yana 5 ni qo'ysak bo'ladi. 5 ni qo'ysak to'g'ri bo'ladi bu. 588 kichik 589. Bu to'g'ri bu. Xo'sh, nechini qo'yamiz? 10 ni qo'yib bo'ladi.
10 ni qo'ya olmaysiz. A raqam deyapti. 10 raqam emas-ku. Ha, boshqa qo'yib bermaydi. Iye, boshqa qo'yib bo'lmaydimi? 8 ni qo'ysangiz bo'lmaydimi? Javobga 8 yo'q-ki. Nechta qiymatida deyapti. Nechtaligini topishimiz kerak. Ha, ha. 8 tamam. 7 7 yana 6 6 yana boshqa ana shular. boshqa yo'q. Demak nechta ekan? 4 ta. 4 ta ekan. 4 ta degan javob emas, S javobda turibdi. Yaxshi. 15-misol. 15-misolni o'qiydi. Shahzoda o'qing. Ananas olmadan 250 gram og'ir. Olma nokdan 45 kilogram og'ir. Nok apelsindan 35 gram yengil. Apelsin mandarindan 42 gram og'ir bo'lsa, ananas mandarindan necha gram og'ir? Xo'sh, demak yana son tanlaymiz. Bizada bor ekan ananas, olma, nok va apelsin, mandarin ham bor ekan. 5 ta mevamiz bor ekan. Demak, ananasga o'zimizdan son tanlaymiz. Necha deb tanlasak bo'ladi? Ananasni 500. 500 gram deb tanlaymiz. Ananasni 500 gram deb tanlasak, ananas olmadan 250 gram og'ir ekan. Ananas og'ir ekan olmadan 250 gram. Olma necha gram bo'lib qoladi shunda? Ananas og'ir bo'lishi kerak ekan olmadan. Olma necha gram bo'lib qoladi? 250 gram bo'lib qoladi. Endi olma nokdan 45 gram og'ir. Olma nokdan og'ir 45 gram. Nok demak yengil olmadan. Nok necha gram bo'lishi kerak shunda? 205. 205 gram bo'lishi kerak. Endi aytyapti, nok apelsindan 35 gram yengil. Nok, mana bu nok apelsindan yengil 35 gram. Ya'ni apelsin og'ir nokdan. Demak, apelsin necha gram bo'lishi kerak? Apelsin, nok yengil apelsindan. Apelsin og'ir nokdan. 240 bo'ladimi? 240 gram bo'lishi kerak. Keyingisi apelsin mandarindan 42 gram og'ir. Apelsin mandarindan og'ir 42 gram. Mandarin necha gram bo'ladi? Apelsin og'ir ekan. 198. 198 gram bo'ladi. Endi bizdan so'rayapti, ananas mandarindan necha gram og'ir? Ananas qancha og'ir mandarindan deyapti. Qanday topamiz? 500 dan ayiramiz 198 da. 500 dan 198 ayiramiz. Ayiring. 300 302 gram bo'lar ekan. Tushunarlimi? Ha. Yaxshi. Keyingisi 13-misol, 17-misol. 17-misol o'zim o'qib beraman. Sanjar ushbu xususiyatga ega bo'lgan natural sonlarni yozib chiqmoqda. Sonning raqamlar yig'indisi 11 ga teng. Birinchi raqam 6 ga teng bo'lib, har bir keyingi raqami oldingisidan kichik yoki teng. Raqamlari orasida 0 ishtirok etmaydi. Sanjar yuqoridagi xususiyatga ega bo'lgan nechta son yozishi mumkin deyapti. Demak, shartiga e'tibor beringlar. Sonning raqamlarini qo'ysa 11 chiqar ekan. Birinchi raqam 6 ga teng ekan. 6 ga va deyapti, qaranglar. Keyingi son bundan kichik ekan. Va keyingisi bundan kichik, undan keyingisi keyingisidan kichik. Shunaqa bo'lib ketyapti ekan. Nechta shunaqa son yozib oladi deyapti. Boshladik. Raqamlar yig'indisi 11 bo'lish uchun 6 dan keyin qaysi son yozsa bo'ladi? 6 dan keyin 5. 5 ni yozish kerak bo'ladi. 65
Raqamlar yig'indisi degan mana shu ikkitasini bir-biriga qo'shishim kerak. 6 ga 5 ni qo'shsam 11 chiqadi. 11. Demak 65 ni yozsa bo'ladi. Endi yana birinchi raqam 6 ga teng ekan. Yana qanday yozsa bo'ladi? Raqamlari kamayib ketsin ekan. 5 ni yozib bo'ldi. 6 dan keyin 4 ni yozsa, 4 dan keyin qaysini yozish kerak bo'ladi shunda? Raqamlar yig'indisi 11 bo'lishi. 7. Ye. 7 ni yozsa 6 plus 4 plus 7 17 bo'lib ketadi. 1 ni yozish kerak bo'ladi. 6 ga 4 10, 10 ga 1 ni qo'shsam 11. Yaxshi. Endi 6 dan keyin 3 ni yozsa, keyin qaysini yozsa bo'ladi? 2. 2 ni yozsa bo'ladi. Yana 6 ga 3 9 to'g'ri chiqadi. Endi qaranglar. 6 ni yozdi. 3 ni yozdi. Endi shuni 2 emas, nima yozsa bo'ladi? 1 bilan 1 bilan 1 yozsa bo'ladi. Chunki mana kichik yoki teng bo'lishi ham mumkin raqamlari bir-biriga. Demak, nechta qaranglar mana 6 ga 3 9, 9 ga 1 10, 10 ga 1 11. Bunaqa ko'rinishda ham yozsa bo'lar ekan. Yana qanaqa ko'rinishda yozsa bo'ladi? 6 2 2 necha yozadi keyin? Necha yozadi keyin? Raqamlar yig'indisi 11 bo'lishi uchun. 1. 1 yozadi. Bu ham to'g'rimi? Mana 6 edi, 2 kichkina undan bo'lib qoldi, 2 kichkina bo'lib qoldi va 1 ham bo'lib qoldi. Endi yana yozib biladimi o'quvchilar? Qaranglarchi. Yo'q. Yo'q. Endi yoza olmaydi. Faqat bitta qoldi. 6 6 dan keyin 5 ta 1 yozsa bo'ladi. 1 1 1 1 1 yozsa bo'ladi. Mana bu yig'indisi ham 11 chiqadi. Nechta yozib bilar ekan demak? 5 ta. 3 4 5 6 ta son yoza olar ekan o'quvchilar. 6 ta. Sanab chiqing 6 ta. 6. Demak bu javobimiz B javobda turibdi o'quvchilar. Tushunarlimi? Yaxshi, yana bitta 10 ballik misol bor ekan bugunimizga ham. 19-misol 10 ballik misol bo'lar ekan. Ishlaganga 10 ball qo'yib beramiz o'quvchilar. Tushunarlimi? Hozir ustoz. Xo'p. Hozir emas, uyda. Endi qaranglar. Sizlarga savol beramiz. 10.000 so'mlik bo'ladi o'quvchilar. 10.000 so'mlik birinchi savolimiz. Birinchi savolimiz. Qaranglar. 9 ta tanga bor. 9 ta tanga bor. 8 tasi. Po'latjon, har xil yozmang chatga. To'g'ri narsa yozing chatga. Ye. Yozmanglar har xil narsa. Yoza olmaydigan qilib qo'yaman, Po'latjon. Demak, qaranglar o'quvchilar. 9 ta tanga bor. 9 ta tangadan 8 tasi haqiqiy, bittasi soxta. Soxta tanga haqiqiysidan yengil. Soxta tanga yengil. Sizlar shunday qilinglar. Pallali tarozi bor. Pallali tarozi degan mana bunaqa tarozi. Ikkala yonga teng qo'ysang, teng ko'rsatadi. Bir yog'i yengil bo'lsa, og'ir tarafini balandroq ko'rsatadi, yengil tarafini pastroq ko'rsatadi. Pallali tarozi yordamida 2 marta tortish orqali 2 marta tortganda soxta tangani aniqlab beringlar menga. Tushuntirib berasizlar. Soxta tangani aniqlab berishlaringiz kerak bo'ladi. 2 marta o'lchab. Qani boshladik. Shunday 2 marta o'lchashlaringiz kerak. Soxta tanga qaysi birligi bilinib qolishi kerak. 9 ta tangalaringiz bor. 8 tasi haqiqiy, bittasi soxta. Soxta tanga qolganlaridan yengil. Sizlar 2 marta pallali tarozi bilan o'lchab, soxta tangani menga aniqlab beringlar. Kim topsa 10.000 so'm?
Ustoz, men bitta aytay. Xo'sh. Qarang, nos pallalik tarozi bor-ku. Ha. To'rttadan mana haqiqiy tangalar to'rttadan tushibdi. Birinchi masalan boshdagi unaqa qo'yamiz. To'rttalikka qo'yamiz, birinchi to'rttalikka. Keyingisiga esa so'xta tangani birinchi to'rttalikka qo'yamiz, keyingisiga esa Bilmaysiz qaysi biri soxtaligini. Ha? Bilmaysiz qaysi biri soxtaligini. Mana bu 9 ta tanga mana bunday aralashtirib tashlangan. Mana shundan qaysi biridir soxta? Siz topishingiz kerak 2 marta o'lchab soxta tangani. Chatga man deb yozsangizlar bo'ladi. Yo, buni javobi 7, 8 chiqmaydi Nurbek. Menga tushuntirib berishlaringiz kerak. Qanaqa aniqlay olishlaringizni 2 martada. Hayotiy savolda bu. Sal matematikadan yiroqroq savol. Xo'sh, Temur nima demoqchisiz yana? Ustoz, mana birinchisiga endi 4 ta qo'ysangiz, ikkinchisiga Bunga 5 ta 4 ta qo'ydi, qo'ysangiz. Ustoz, Bunga 4 ta qo'ydi, keyingisiga nechta qo'yadi? 5 ta qo'ysangiz, Ha, 5 ta qo'ydik. o'shani joyini almashtirsak bo'lmaydimi? Yo'q, shartiga tushunmayapsizlar-da, bu nima yaxshi. 9 ta tanga bor. 8 tasi bir xil vaznga ega. Bittasi yengil. O'sha yengilini 2 marta tarozi orqali tortib menga topib beringlar deyapman. Taroziga mana bu yog'iga masalan 4 ta qo'ysangizlar, bu yog'iga ham 4 ta qo'yishlaringiz kerak pallali tarozida. Soxta tanga yengilroq. Ya'ni bilinadi pallali tarozida soxta tanga qaysi tarafda turgani yengil bo'lib. Ustoz, mana ana shuna 4 ta 5 ta dedim-ku o'zi. O'shani mana 5 talik agar teng bo'lib qolsa tarozi soxtalik bilinadi-da. Qaysi? Bu ikkalasi to'g'ri. Demak, bitta urinishingiz ketdi. Mana bu yoqda mana qaysi taraf to'g'ri aytyaptilar hozircha. Ya'ni agar mana bu 5 ta tarafi og'ir bo'lsa, soxta tanga 4 talik tarafda bo'ladi. Agar ikkalasi teng bo'lsa, soxta tanga qayoqda bo'ladi? 5 talikda. 5 talikda bo'ladi. Ana endi birinchi tasavvur qilding, birinchi hol soxta tanga 4 talikda bo'lsin. Soxta tanga 4 talikda bo'lsin. Endi menga soxta tangani topib berilgan 4 talikda bitta o'lchash usulingiz qoldi. Bitta o'lchay olasiz. Qani topasiz endi 4 taning ichidan soxtasini? $20,000 so'mga chiqdi mayli savol. 20,000 so'm tashlab beramiz kim topsa. Ustoz, men aytay. Aytingchi. Ustoz, boshida 4 ta bir tarafiga 4 ta, ikkinchi tarafiga ham 4 ta qo'yamiz. Agar shularning ichida bitta tarafida soxta tanga bo'lsa, shu taraf esa pastroqda turadi, narchi tarafi teparoqda turadi. Keyin pastroqda turgan tarafidagi tangalarni ko'tarib ko'ramiz. Shunda yengilroq chiqqani shu soxta tanga bo'ladi. Xo'sh, to'g'ri hozircha aytyapsiz. Ya'ni 4 ta qo'yamiz mana. Agar mana bu ikkalasi teng bo'lsa oson. 9-tanga soxta tanga bo'lib qoladi. Lekin tasavvur qiling, mana bu pastroq bo'lsa, yana 4 ta tanga bor. Mana bu 4 taning ichidan soxtasini qanday aniqlaymiz? Ustoz, mana unaqa tatangani olib 5 talikdan tatangani olib 4 talikka qo'ysak, masalan, u haqiqiy tanga bo'lsa, mana yotib qoladi. Agar unaqa tanga bo'lsa, yotib qoladi. Unaqa qila olmaysiz-da. Olib qo'ya olmaysiz-da. Faqat o'lchashingiz mumkin 2 marta. Ustoz, Xo'sh. O'sha o'lchayapmiz-ku. Yo'q, olib qo'ya olmaysiz-da undan bunga. Ustoz, Xo'sh.
Ovozingiz kelmayapti umuman. Ustoz, endi Xo'sh. bordimi? Xo'sh. Ustoz, qo'yamiz, bittasiga 4 ta qo'yamiz. Agar 5 tada soxta tanga bo'lsa, 4 taliki bilan teng bo'lib turadi. Agar 4 talikda bo'lsa, 5 talik og'ir bo'lib turadi. Ha. Shunda Bitta o'lchadingiz. bitta Endi yana soxta bitta o'lchashingiz qoldi. Ustoz, Qaranglar o'quvchilar. Demak, o'zim aytar ekanım javobini. ustoz, Xo'sh. ustoz, ana shu taroziga nechta tanga qo'ysa bo'ladi? Farqi yo'q. Xohlasangiz 9 ni ham qo'ying. Hozir to'xtab turing. Endi kutolmaymiz. Vaqt chegaralangan o'quvchilar o'zi 15 minut bo'ldi misolni berganimga. 5 minut. So'zimni aytay. Xo'sh. 9 ta tangani 3 ga bo'lamiz. Ha. Bir o'lchashda tarozining ikki tomoniga ham 3 tadan tanga bo'ladi. Va Xo'sh, ular mana 3 teng ta, teng 3 bo'lsa, ta, 3 ta. Endi nima qilaman? soxta tanga 3 guruh tangalar orasida bo'ladi. Va o'sha 3 guruhini 3 ta tangasidan ikkitasini olib tarozida o'lchasak, agar teng chiqsa, soxta tanga 3-guruhning 3-tangasi bo'ladi. Agar tarozi pallasi bir tomoni yengil chiqsa, Tushunmadim. Nima bo'ladi dedingiz hozir? 3 ta guruhning 3 ta tangasi bo'ladi. Agar ular tarozi pallasida bir tomoni yengil chiqsa, o'sha soxta tanga Qaysi birini hisoblanadi. hozir? Qaysi birini? Qaysi birini? Demak, qaranglar. Shahzodaxon ozgina yaqin keldilar, faqat o'sha asl ma'nosini aytib bera olmayaptilar. Ya'ni qaranglar o'quvchilar. 3 ta guruhga bo'laman, 9 ta tangami? 9 ta tangami. Endi mana bu birinchi bo'lib, birinchi bilan ikkinchini o'lchab ko'raman. Birinchi bilan ikkinchini mana bunday qilib o'lchab ko'raman. Agar o'quvchilar bo'lishi mumkin, mana bu ikkalasi muvozanatda bo'lsa, soxta tangam qaysi guruhimda bo'ladi aniq. Mana bu birinchi guruh, mana bu ikkinchi guruh, mana bu uchinchi guruh. Tasavvur qilinglar, birinchi bilan ikkinchini qo'ydim taroziga. Agar mana bu ikkalasi teng bo'lsa, soxtam qaysida bo'ladi aniq? 3-da. 3-guruhimda bo'ladi. Demak, bitta o'lchashim ketdi, yana bitta o'lchashim qoldi. Endi mana bu 3 ta tanga bor edi-ku. Mana bu 3 ta tangadan yana mana 3 ta tangani birinchi, ikkinchi, uchinchi tanga deyman. Birinchi bilan ikkinchi tangani mana bu yoqqa qo'ysam, agar ikkalasi teng bo'lsa, soxta tangam qaysi bo'ladi? Ikkalasi teng bo'lsa. Soxta tangangiz 3-tangam bo'ladi. 3-da bo'ladi, ustoz. Agar qaysi biridir yengil bo'lsa, masalan, birinchi bilan ikkinchini o'lchaganimda, masalan, birinchisi yengil bo'lib qolsa, demak, soxta tanga qaysi bo'ladi aniq? Birinchisi. Birinchisi bo'ladi. Birinchisi bo'ladi. Bu birinchi hol. Endi tasavvur qilinglar. Birinchi bilan mana bu yerda guruhda birinchi bilan ikkinchidagi guruhni qo'yganimda, ikkinchidagi guruhim yengilroq bo'lib qolsa, ikkinchisidagi yengilroq bo'lib qolsa, bu 1, bu 2. Demak, aniq soxta tangam qaysi guruhda bo'ladi? 3-guruh. 3-guruh. Qanaqa? 2-guruhda. Birinchi. Mana qaranglar, savolimni eshitinglar, to'g'ri. Gapiravermasdan. Men bu birinchi guruhim qo'ydim, birinchi pallasiga. Men bu ikkinchi guruhim qo'ydim, ikkinchi pallasiga. Mana bu birinchi guruhim og'irroq bo'lib ketdi ikkinchi guruhdan. Demak, soxta tanga qaysi guruhimda bo'ladi? Ikkinchi guruhda. Ikkinchi guruhda bo'ladi. Chunki yengil tangada u soxta tanga. Demak, ikkinchi guruhda bo'ldi deb olaman. Ikkinchi guruhga ham birinchi, ikkinchi, uchinchi tangasi bor. Yana buni ikkinchi urinishimda ikkita tangasini o'lchayman.
Ikkita tangasini Olam. o'lchasam 1 bilan 2. Qaysi biridir yengil bo'lsa, o'sha tanga yengil tanga, soxta tanga bo'ladi. Agar mana bu ikkalasi bir-biriga teng bo'lsa, uchinchi Uchinchisida tanga bo'ladi. soxta tanga bo'ladi o'quvchilar. Kim tushunmadi yechimini? Tushundikmi? Ha. Yaxshi o'quvchilar. Yaxshi. Demak, 20 ming so'm yutib olish imkoni bor edi, kim ishlab bilsa o'quvchilar. Yaxshi. Demak, bugun o'tganlarimiz. Bugun yangi mavzu o'tmadim. O'sha sal vaqtli boshlaganim uchun testini ishlatdim va o'sha uyga vazifani savollarini hamda bitta mantiqiy masala ko'rdik o'quvchilar. Aka, avtobus bo'lamizmi? Ha? Ustoz, Yaxshi. Xo'sh. shu bilan endi qachon test olamiz? Testimiz 60-dars test bo'ladi-da. 60-dars qaysi kun bo'ladi? Bugun nechinchi darsimiz edi? Bugun 11-chi. Bugun 58-darsimiz ekan hali. 59 o'tamiz, 60-dars test bo'ladi. Payshanba kuni bo'lar ekan test. Payshanba kun. Ha, xudo xohlasa. Yaxshi. O'quvchilar, menga savollar bormi bugungi mavzu bo'yicha? Ustoz? Xo'sh. Yo'q, ustoz. Yo'q, baribir. Nima bo'ladi, Temur? Menga shu kunga 40 ball ishladim, ha? Ha, 40 ball ishladingiz, zo'r. Uni hammasini oxirida yana qo'shib hisob-kitob qilamiz, Temur, oldingi safarnikidek. Yaxshi. O'quvchilar, menga savollar bo'lmasa bugungi darsimiz tugadi. Xayr. Keyingi darsimiz o'z vaqtida 19:00 da bo'ladi. Faqat bugungi darsimiz 18:00 da bo'ldi o'quvchilar. Xayr hammalaringizga. Ustoz, sog' bo'ling. Xayr, ustoz. Xayr. Xayr. Ustoz.